Ma'lumotingiz uchun, parranda go'shti nafaqat mazali, balki salomatlik uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalarining boy manbaidir. Chunki uning tarkibiga mushak to'qimalarini tiklash va mustahkamlovchi yuqori sifatli oqsillar bor. Masalan, 100 gram tovuq go'shtida kundalik ehtiyojining yarmidan ko'prog'ini ta'minlovchi taxminan 31 gram oqsil mavjud. Parranda go'shti yog' miqdori kamligi sabab parhez mahsuloti hisoblanadi. 100 gram pishgan tovuq go'shti atiga 165 kaloriyaga ega. Bu esa ortiqcha vazn oldini olishga va semizlikning asoratlari bo'lgan boshqa og'ir xastaliklarga duchor bo'lmaslikka yordam beradi. Muhimi, parranda go'shti immun tizimini mustahkamlaydigan B6, xolesterin darajasini tushirishga yordam beruvchi B3 hamda miya faoliyatini yaxshilab, charchoqni kamaytiradigan B vitaminiga boy. Qolaversa, parranda go'shtidagi poliqonli yog' kislotalari qon tomirlarini sog'lom saqlashga hissa qo'shadi. Parranda go'shtining universalligi esa uni turli usullarda pishirish va turfa xil taomlarda qo'llash imkonini beradi. Yemish bo'lsa parranda, qilmang aslo siz kanda.